Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlar bilan El Clasico haqida gaplashamiz. Xabi Alonsoning birinchi El Clasicosi Real Madridga kelgandan keyin hozir yaxshi jamoa shakllantirdi. Xabi Alonso pressing ustida ishlayapti va ko'rsatkichlar ancha yuqori. Lekin kuchli komandalarga qarshi hali o'yin ko'rmagan edik. Va Atletico bilan mag'lubiyat. Ko'ramiz El Clasicoda nimalar bo'ladi. Yo'qotishlar ham bor. Ikkala sostavda ham Barselona va Realda ham. Realdagi yo'qotishlarni aytib o'tsak, Alaba hamda Rudiger rasman tusha olmasligi ma'lum bo'ldi. Va qolganlar safga qaytdi. Endi ko'ramiz safda kimlarni tushirar ekan. O'ng qanotga hali ham Valverdeni o'ynatarmikin yo jarohatdan qaytgan Carvajal Trentga ishonarmikin? Va yarim himoyada ham tanlov juda qiyin bo'ladi Xabi Alonso uchun. Chunki Arda Güler super mavsum o'tkazyapti va Bellinghamni ham unutib qo'yish kerak emas. U ham sekin-sekin formaga kirishib olyapti va 3 ta yarim himoyachi tushirsa, bittasidan voz kechishga to'g'ri keladi. U kim bo'lar ekan? Arda Güler, katta ehtimol Arda Güler bo'lsa kerak. Chunki Bellingham butun markazga javob beradigan o'yinchi, Valverdeni alishtirib bo'lmas o'yinchi. Chouameni ham markaziy himoyachi, ham tayanch himoyachida o'ynatsa bo'ladi. Va hujumdagi tanlovlar ham juda ajoyib. Kutilmagan tanlovlar bo'lishi mumkin. Brahim Diaz ham asosiydan tushib qolish ehtimoli bor. Barselonaning hozirgi sostavidan kelib chiqsak, Mastantuoni tushirsa kerak o'ng qanotga, chap qanotga Vinicius va markazga Kylian Mbappe o'ynasa kerak. Xabi Alonso o'zi uchun jamoa quryapti halizgacha va Real Madrid oldingi yil El Clasico'dagi sostavdagi o'yinchilar bu mavsum alishtirildi. Himoya chizig'iga urg'u berildi asosan va oldingi yil Lamin Yamalni to'xtatgan Alvaro Carreras olib kelindi va Bournemouthda ajoyib mavsum o'tkazgan Dean Housenni markaziy himoyachi Real Madrid qo'lga kiritdi va Trent Alexander-Arnold erkin agent sifatida Real Madridga ko'chib o'tdi. Ajoyib transferlar bo'ldi va bu transferlar nimaga urg'u berildi? El Clasico'da juda katta shotlar bo'lib ketdi va o'shaning hisobiga Real Madrid deyarli himoya chizig'idan deyarli barchasini alishtirishga ulgurdi. Bu o'zini sekin-sekin oqlayapti. Ko'ramiz El Clasico'da qanday o'yin bo'lishini. Sizu bizlarga qiziq va Barselonaning sostavidan hozir taxmin qilib ko'ramiz. Varatada Chesney tursa kerak. Boshqa varataris ham yo'q. Garcia jarohatda, Ter Stegen jarohatda va o'ng qanotda Kunde mashg'ulotlarni o'tkazib borgan degan ma'lumotlar chiqishni boshladi. Katta ehtimol Gerard Martin tursa kerak o'ng qanotga, agar Kunde safga qaytmasa ungacha, va chap qanot Baldega ishonib topshiriladi. Markaziy himoyachilar Kubarsi hamda Erik Garcia bo'lsa kerak, chunki Araujoga Flick ishonmayapti. Araujo ko'p xatolar qilib tashlayapti himoyada.
Tanlov juda qiziq bo'ladi. Tayanchga zonasiga Bernard bilan Pedri tushsa kerak va hujum orti yarim himoyachi sifatida De Jong o'ynashi kerak. Va chap qanotda azizlar yangi ochilayotgan o'yinchi Chempionlar Ligasida hat-trick amalga oshirdi. Fermin Lopesni qo'yishi kerak katta ehtimol, chunki Rafinha yana qayta jarohatini tiklab oldi. Va o'ng qanotda Lamine Yamal, markaziy hujumda Rashfordga ishonib topshiriladi va chunki Lewandowski ham hali safga qaytmadi. Barselonaning oldingi mavsum erishgan yutug'i nimada deb o'ylaysizlar? Oldingi mavsum Barselonaning yutug'i ofsayd liniyasini ushlaganida emas va markaziy hujumni kuchaytirganida emas, atakada o'ynab paslar bilan chiqib ketganida emas va Barselonaning oldingi yil asosiy detali, nima uchun bunchalik Barselona kuchayib ketganining sababi, Barselonada oldingi mavsum jarohatlar bo'lmagan edi. Bo'lsa ham 3-4 kundan keyin yana safga qaytib olgan o'yinchilar o'shaning hisobiga Barselona ochkolarini to'plashga uspet qildi va o'ziga kerakli ochkolarni to'plab oldi va jarohatlar bo'lgani qaysi o'yinda sezilib qoldi. Inter bilan yarim finalda Barselona to'qnash kelganida Barselonaning ikki qanot himoyachilari Balde va Kundening jarohatlari evaziga Inter qanotlarga urg'u bergan holatda yutib ketdi va bu mag'lubiyat Barselona uchun fojiali tuyulmadi. Barselona muxlislari uchun va El Clasico'da 4 ta El Clasico'da Barselona yutdi va La Ligada kerakli ochkolarni jamg'arib oldi. O'shaning hisobiga bu yoqdagi mag'lubiyat uncha muxlislar uchun yomon qabul qilinmadi va Barselonaning super mavsumi deb ataldi. Oldingi mavsum Barselona jarohatlarsiz o'tkazgan mavsumida o'ziga kerakli ochko va titullarni qo'lga kiritdi. Agarda Balde hamda Kunde bo'lganida Inter bilan finalgacha yetib olishi mumkin edi. Va bu mavsum Barselonada jiddiy yo'qotishlar bo'lyapti. Jarohatlar juda ko'p. Flik mana endi ishlab olib chiqib ketish kerak Barselonani. Bu yilgi Barselonada ofsayd liniyasini ushlaydigan o'yinchi Barselona erkin agent sifatida Al Nassrga o'tib ketdi va bu Martinez juda katta yo'qotish bo'ldi Flik uchun va o'rnini to'ldiradigan o'yinchi ham Barselona prezidenti olib kelmadi va Flik hozir shu muammoga yechim qidirishda davom etyapti va bu yechimga hali javob topa olganicha yo'q. To'g'ri, Erik Garsiyani o'ynatyapti hozirchalik, lekin Erik Garsiya ham asosiy o'yinchi emas. Zaxiradan maydonga qo'shiladigan qasr o'yinchi jarohat olsa o'rnini to'ldiradigan o'yinchi edi va hozir majburan Erik Garsiyani o'ynatyapti. Ronald Araujo yozda ketish kerak edi. Juventusdan yaxshi taklif tushdi va Barselona rad javobini berdi. Barselona shu joyda xato qilganini tushunib yetdi. Araujoni sotish kerak edi va o'rniga bitta markaziy himoyachi olish kerak edi va buni
sotmadi Arauxoni. Hozir Arauxo yaxshi o'yinchi, lekin Flick sxemasiga mos tushmayapti. Bu Arauxo ofsayd liniyasini ham usha olmaydi. Arauxo Xavi paytda juda ajoyib o'ynagan. Viniciusni ajoyib to'xtata olgan, qanotga qo'yib, tezligi ham juda kuchli. Va to'g'ri, bir ikkita xatolar qilib qo'yadi kutilmagan joylarda. Lekin Flickning sxemasiga Arauxo hozirchalik tushmayapti. Ko'ramiz El Clasico'da qanday natija bo'lishini. Sizlar bilan birgalikda ajoyib o'yin ko'rish tavsiya qilaman. Ajoyib o'yin ko'rish tarafdorimiz, hammamiz birgalikda va bu yo'qotishlardan Real unumli foydalanib ketishi mumkin. Chunki Realda ikkita yo'qotish, Alaba hamda Rudiger, bu ikkita yo'qotishning o'rnini Alonso bemalol to'ldira oladigan o'yinchilari bor zaxirada va asosiyda. Ko'ramiz endi El Clasico'da, xudo xolisi 26-da 20:15 dan boshlanadi Zo'r TV'da. Sizlar bilan birgalikda kuzatamiz va yaxshi o'yin ko'rish tarafdorimiz. Sog' bo'linglar azizlar, salomat bo'linglar, yaxshilikda ko'rishguncha.